6-sinf 14-mavzu. Eronda Ahmoniylar davlati. Eronda qadimdan Kassiylar va Elamiy qabilalar yashagan. Elam qabilalari miloddan avvalgi 3000-yillikda Mesopotamiya chegaradosh hududda o'z davlatiga asos solgan. Elam davlatining poytaxti Suza edi. Elamda eng qadimgi yozuvlardan biri shakllangan. Miloddan avvalgi 9-asrda Eron hududiga Middiya qabilalari va forslar kelib o'rnashadi. Middiyaliklar Kaspiy dengizining janubi-g'arbiga kelib o'rnashadi. Forslar esa Eronning janubi-g'arbiy qismi Fors qo'ltig'iga tutash hududlariga kelib o'rnashadi. Middiyaliklar miloddan 9-asrda Kaspiy dengizining janubi-g'arbiga kelib o'rnashgan o'z davlatini tuzadi va miloddan 7-asrda Keksa hukmronligi davrida yuksaladi Middiya davlati Kaspiyning janubi-g'arbiy qismida. Keyinchalik esa Middiya davlati Mesopotamiyadagi Bobil davlati bilan ittifoq tuzib, Assuriya davlatini miloddan 605-yilda qulatadi. Undan so'ng esa Eron janubi-g'arbiy qismida joylashgan Fors qabilalarini Krekka miloddan 558-yilda birlashtirib, Ahmoniylar davlatiga asos soladi. Krekka hukmronligilar miloddan 558-530-yillarga to'g'ri keladi. Krekka dastlab Middiyani bo'ysundiradi, undan so'ng Armaniston va Mesopotamiyadagi Bobil davlati miloddan 539-yilda egallaydi va o'z davlati tarkibiga qo'shib oladi. Keyinchalik Krekka asosiy e'tiborini Markaziy Osiyo, O'rta Osiyoga qaratadi. O'rta Osiyodagi Amudaryo bo'ylarida va cho'llarda yashovchi Massaget ko'chmanchi qabilalarga qaratadi va Krekka O'rta Osiyoga yurish qiladi. Miloddan 530-yilda Amudaryo bo'ylarida Krekkaning Fors qo'shini va Massagetlar qo'shini o'rtasida jang bo'ladi. Massagetlarga malika Tomaris boshchilik qiladi. Jangda Krekka halok bo'ladi va Massagetlarning qo'li baland keladi. Krekka vafotidan so'ng esa hokimiyatga Kambizeki keladi. Kambizeki hukmronliklari miloddan avvalgi 530-522-yillarga to'g'ri keladi. Kambizeki hukmronliklarida esa miloddan 525-yil Kambizeki Misrni o'z davlati tarkibiga qo'shib oladi. Kambizekidan so'ng esa hokimiyatga Dorobir keladi. Dorobir hukmronliklari miloddan 522-486-yillarga to'g'ri keladi. Dorobir hukmronlikka kelgan yillari Fors davlati bo'yicha qo'zg'olonlar bo'ladi. Dorobir qo'zg'olonlar bostirib bo'lgandan so'ng Dorobir asosiy e'tiborini Kichik Osiyo shimolidagi Qora dengiz bo'ylarida Skif qabilalariga qaratib, ularni bo'ysundiradi va Kichik Osiyoni to'liq Fors imperiyasi tarkibiga qo'shib oladi. Keyinchalik esa u Bolqon yarimorolining sharqiy qismida Frakiyani bo'ysundiradi va miloddan 490-yilda Yunon-Fors urushlari boshlanishiga sababchi bo'ladi. 490-yilda Dorobir Yunon shaharlarida mag'lubiyatga uchraydi va Yunon-Fors urushlari miloddan avvalgi 449-yillargacha davom etadi. Dorobir hukmronligi yillari uning hududi Hind daryosi Pokiston hududida oldin Hindiston deb atalgan. Shu yerdan Pokistondan boshlanadi. Pokiston, Afg'oniston, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Iroq, Suriya, Iordaniya, Falastin, Livan, Kavkaz hududlari, Turkiya hududlarini egallagan ulkan Misr Fors davlatiga asos solinadi. Ikkinchi hududlarni Fors davlati tarkibiga kiritilgan edi. Dorobir hukmronligi davrida Darik deb ataluvchi oltin tanga joriy etiladi. Keyinchalik esa Shoh yo'li tashkil qilingan edi. Forslarning poytaxti Persopoldan O'rta Yer dengizigacha bo'lgan hududda Fors Shoh yo'li tashkil qilingan. Ahmoniylar davlatini Makedoniya va Yunonistonda tashkil topgan Filip II'ning o'g'li Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 330-yilda Ahmoniylar davlatini tarix sahnasidan o'chirib yuboradi. Miloddan avvalgi 330-yilda